Video filmning 30-minuti 35-sekundidan 30-minuti 41-sekundigacha meditsina xizmatlari ko'rsatishning dunyo tajribasini, shu jumladan AQSh tajribasini o'rganmagan va tusmoldan gapirishga odatlangan Abduvahob Kurgonboyev. Bu programma ishlatsa, xudo xolasa, hamma odamlarni uyga borib lechit qilinadi doktorlar, Amerikaga o'xshab. degan. Biroq Amerikada doktorlar yoki vrachlar hamma odamlarni, barcha aholini uylariga borib davolamaydi. Chunki ular yakka holda yoki bir necha vrach birlashgan holda ochgan ofislarga egaki, ular odamlarni shu ofislarda qabul qilib, kasallarga tashxis qo'yib, ularni davolashni tashkil qiladilar va odamlarni uyiga hamshiralarni jo'natishadi. Hamshiralar esa vrachlar tayinlagan muolajalarni bajarishadi. Video filmning 31-minuti 35-sekundidan 31-minuti 44-sekundigacha Abduvahob Kurgonboyev. Raddom operatsiya qiladiganlar boradi. Bularni bunaqasi bor. Boshqani hammasini uyda lechit qiladi. Germaniya, Angliya o'xshagan. degan. Biroq Germaniyada ham vrachlar odamlarga o'z ofislarida yordam ko'rsatadi.